Aktual hikoyalar. Bloknotini qo'lga oldi. Bosh sal qiyshiqroqmi? Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Pastdan shunday ko'rinayotgan bo'lsa ehtimol. Yana 2 qavat chiqdi. Chindan ham xuddi tepasida naq 2 gaz keladigan bitta mo'ylov sal engashib, qiyshiq soya tashlab turibdi. Bu qanaqasi? Abdurasulov yana bir qavat ko'tarildi. Endi uni mo'ylovning qiyshiqligi emas, kallaning kattaligi esankiratib qo'ygan edi. Qandaydir eski xayollarini quvib, montaj ishlariga tanqidiy qarashga harakat qildi-yu, yana bo'lmadi. Miyasi karaxt, jo'yali bir fikr kelmasdi. Buning ustiga xuddi ro'parasida boshning qoq tepasidagi tuynik qopqog'i shartta ochilib, birdan 2 odam ko'rindi. Biri ancha yoqimtoy qiyofali, kaftini peshonasiga soyabon qilib, ha deb tiklayotgan Abdurasulov bilan salomlashganday iljayardi. Ikkinchisi bo'lsa, cho'qqi soqol, uzun qulog'ining ortida yo'g'on qizil qalam, qo'lida buklanadigan temir jazvar. Manglayida shoxi bormidi, yo'qmidi, Abdurasulov payqab ololmadi. Ko'zi tinib, havozaning armaturasini bazo'r ushlab qoldi. Shunda ham boshi aylanib, chakkasini bir nimaga qattiq urib oldi. Og'riqdan esi joyiga keldi shekilli, haligining tovushini eshitdi. "O'rtoq rais, bosh hali yaxshi o'rnashmagan, shuning uchun sizga qiyshiq ko'rinayotgan bo'lishi mumkin. Xavotir olmang, joyiga tushadi." Qaysi biri gapirdi? Bu odam tovushimidi yo? Abdurasulovning nimani o'ylayotganini qayoqdan bildi? Axir bu o'zi emas-ku, axir bu haykal-ku. Urilgan joyi yana bir jiz etib, shiftlar gir aylandi. Tezroq tushib olish kerak pastga, yaxshi. Balandlik Abdurasulovga o'zi umuman to'g'ri kelmaydi. Bir qo'li bilan chakkasini, bir qo'li bilan temir ustunlarini ushlab, laq-laqi zinalardan pastga tushib ketdi. Pastda haqiqatdan ham yaxshi. Dastlabki kechasi haligi Mefistofel tushiga bir oraladi-yu yo'q bo'ldi. Boshi anchagacha gangibroq yurdi ham. Hammasi yaxshi bo'lib ketdi keyin. Rais endi o'sha tetik, serg'ayrat komissiyaning xulosasi ham chiqdi. Ishning suratini susaytirib turgan narsa o'z nomi bilan aytildi. Zavoddan 2 ta chap qo'l yuborishibdi. Chapidan serobroq ekanmi, konteyner adashib ketganmi, ishqilib shunaqa. Telegramma jo'natilgan ekan, haligacha javob olinmabdi. Odam yuborish kerak Leningradga. Ijrokom buni o'sha kuniyoq hal qildi. Kim boradi? Albatta rais, albatta Abdurasulovning o'zi. Shu kechasiyoq. Nega bormas ekan? Abdurasulov charchamas, prinsipial odam, ertasigayoq yetib bordi. To'g'ri zavodning bosh ekspeditoriga uchradi. Baland bo'yli, qiltiriq odam ekan. Kekirtak suyagining borib kelib turishini aytmasangiz, muomalasi mayin. Ayniqsa Abdurasulovning Toshkentdan kelganini bilgandan keyin qoq chakkasiga qon yugurib, yumshoq kursini ko'rsatdi. Hol ahvol, ob-havo, qovun tarvuzning barakasini surishtirib bo'lgandan keyin xo'sh xizmat dedi. Shuning hurmatli Aksan Aksanich, o'rtoq Stalinning bir qo'li Aleksandr Aleksandrovich chayon chaqqanday sapchib o'rnidan turdi. Tagidagi kursi taraqlab ag'darilib tushdi. Bosh ekspeditorning rangi quv o'chib, olaygan ko'zlari eshikka, deraza tomonga alangladi. Abdurasulovning gapi og'zida qolgan edi. "Bu yoqqa yuring", dedi bosh ekspeditor eshikka boshlab. Ular hovlidan o'tib, tayyor mahsulotlar ekspeditsiyasida Toshkentdan kelgan telegrammani topdilar. Aleksandr Aleksandrovich indamay rezolyutsiya qo'ydi-da, Abdurasulovning qo'liga tutqazdi. Hovliga qaytib chiqqach, uni xoli joyiga boshlab, tirsagidan ushladi.
atrofida hech kim yo'qligiga amin bo'lgandan keyin past ovoz bilan ta'kidladi. Hech qayerda, na og'zaki, na yozma ravishda bu so'zlarni ishlatmang. 11-detal, tushundingizmi? 11-detal. Hamma joyda shunday deb ishlating. Axir men qoqshol yoki falaj bu so'zlarni ishlatganim yo'q-ku, Aksan Aksanovich. To'g'ri, siz ishlatmadingiz, men eshitmadim, tamom. Ammo siz aytmagan o'sha bir so'z o'rniga bir so'z topib qo'yish qiyin emas, azizim. Yoki osonrog'i 3 nuqta qo'yilsa ham bas. Bizning sobiq bosh direktorimiz shu 3 nuqta dastidan otilib ketgan. Ha, otilib ketgan. General mayor edi. Kominternda ishlagan, Ispaniyada jang qilgan. Siz bilan biz nima ekanmiz? Rahmat Aksan Aksanich, dedi nafasi ichiga tushib ketgan Abdurasulov esankiragancha zavod temir yo'l tarmog'idagi tovar skladini qidirib ketdi. Hushi joyida bo'lmaganidan ochiq havodagi sex xo'jaliklarida anchagacha adashib yurdi. Qaysi eshikka, qaysi darvozaga duch kelsa qo'lidagi rezolyutsiya solingan telegramma, ruxsatnomaday gap. Kaftining teridan namiqib ketgan qog'ozga yurak betlamayroq tikilarkan, lablari shivirlar edi. 11-detal. Aslida bu detal shunday uzunki dunyoning istagan burchagiga yetadi. Bir ishora qilsa bas. Kominternmi, Ispaniyami? Bitta u, bitta. Unaqangi odam olamda ikkita bo'lmaydi. Ikkita bo'lsa yer ko'tarolmas. Abdurasulov xayol bilan bo'lib baland temir darvoza oldidan chiqib qoldi. Konveyter sexining hovlisi ekan shekilli, darvozadan kirishi bilan taxtadek qotdi. Baqiray desa ovozi chiqmas, tili aylanmas edi. Uning ro'parasida 30 tacha Stalin turardi. Hammasi sayqalsiz temirdan, hammasi etik kiygan, hammasi qoyaday baland, tekis saf tortgan. Temir saf shiddat bilan bosib kelyapti. Abdurasulov devorga qapishib qoldi. Ko'zini chirt yumib, pichirlab kalima keltirdi. La ilaha illalloh. U bitta, undan boshqa yo'q. Ammo bu temir safning dahshatli yurishini to'xtatish mumkin emas. U esa tosh devorga tobora kirishib, sal bo'lsa unga suykalib ketadigan bir qop sovuq xalimga aylangan edi. Qancha vaqt o'tganini bilish qiyin. Abdurasulov hushiga kelgandan keyin o'ziga qattiq uqtirdi. Bu arzimas bir zumlik holat. Prinsipial Abdurasulov bunday holatlarga uzoq beriladigan odam emas. Uning hamma ishlari hisob kitobli. Tovar stansiyasida konteynerga srochni tamg'asini bostirib yukni jo'natdi-da, o'zi samolyotda Toshkentga uchdi. Qaytib kelsa, haykal hamon bir oyoqda turibdi. Rais janjal ko'tardi. Bu qanaqasi, yubiley kelyapti, kim qilyapti bu zarar kurandalikni? Endi tegishli joyga xabar qilmoqchi bo'lib turganida mutaxassislar tushuntirishdi. U oyoq, u etik, detal deb gapiring. U detal avval maydondagi qarsang tag zaminiga asosiy tayanch qilib mahkamlangandan keyin haykal uning ustiga o'rnatiladi. Shuning uchun Abdurasulov tushundi. Tinchidi, ammo xotirjam bo'lgani yo'q. Tez orada 11-detal ham yetib kelib, sexda ishlar yurishib ketdi. Komissiya har kuni shu yerda. Sex tutunga, har xil kislota-yu bo'yoq hidiga to'lgan, svarka uchqunlari ko'zni olar edi. Qora ko'zoynak taqib olgan rais deyarli mamnun. Osmon barobar sexning oynamandli shiftigacha bo'y cho'zgan haykalning ulug'vor salobatiga dam yaqindan, dam olisroqdan turib ko'z qisib boqar. Goh boshini orqaga, goh chapga yo o'ngga tashlab, kaftini qoshiga soyabon qilib uzoq tikilar edi. Bir kuni shunday mas'uliyat
ham g'urur ham kamtarlik hissi bilan aylanib yurar ekan, havozaning 3-qavatida bir nima qirs etdi. Oyog'iga ilashgan elektr simi o'sha qavatning taxtasiga tashlab qo'yilgan ekanmi? Shundoq tepaga qarashi bilan 4 metrlik o'sha qora cho'yan etik poshnasini, undagi bilakday boltlarni ko'rib qoldi. Bu yilt etgan bir zumlik ko'rinish unga qo'rquv ham solgani yo'q, ulgurmadi. Qo'rqib ulgurish uchun ham vaqt kerak ekan, qarang. Bir nima qattiq gursillab, sex zilzila vaqtidagidek tebranganini biladi. Bu yog'i tubsiz zimziyo bo'shliq. Odamlar yugurib kelishsa, etik yonida Abdurasulov cho'zilib yotibdi. Yuzida jilmayishmi, qo'rquvmi, qonsiz va jonsiz bir ifoda qotib qolgan, tirikmi, o'likmi bilib bo'lmasdi. Ustiga tushsa, majag'lab beton polga shuvab tashlagan bo'lardi. Shabadasidan yiqilibdi deyishdi. Abdurasulov 14 kun deganda kasalxonada o'ldi. Dafn komissiyasi tuzilmadi. Kiraverishda motam mitingi ham bo'lmadi. Chunki o'sha kuni hamma xiyobon maydonida haykal ochilishiga bag'ishlangan tantanali mitingda edi. Gazetalar tantanali voqealar bilan to'lib chiqdi. Marhumning tobuti yonida hech kim faxriy qorovulda ham turmadi. Idora rahbarlari xiyobondagi minbarda edi. Pionerlar medal bolishchalarini ko'tarmadilar ular. Ular ulug'vor haykal poyiga gulchambarlar qo'ygani safarbar etilgan edi. Tobutni mahalladagi 3 pensioner chol eltib qo'ydi. "Etik bosgan odammi?" deb so'radi Gurko. "Bu yoqqa olib kelinglar." Keyin o'zi yerlab qo'ydi. O'zbekiston adabiyoti va san'ati gazetasi 1989-yil 2-iyun.